Ruxsat, huzurimga olib kelingiz. Assalomu alaykum hazratim. Men savdogarman. Sizning huzuringizga kelishimdan maqsad Andijondan keltirilgan qovundan olib keldim. Ona yurtimizdan olib kelingan bu qovundan tatib ko'ring. Zora sog'inchingizga malham bo'lsin. Rahmat sizga. Vatanimda xushbo'ylarni olib kelgan bu qovunda Andijon shamoli-yu musaffo havosini, tabarruk tuprog'ini, bolaligim o'tgan go'zal vodiy manzaralarini, ota-ona mehrini tuydim. Kindik qonim to'kilgan vatanim mening beshigim, sog'inchim, tuganmas armonlarimdir. Tole yo'qki jonimga baloliq bo'ldi, har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi. O'z yerini qo'yib Hind sori yuzlandim. Yor Rab netayin, ne yuz qaroliq bo'ldi.